Assalomu alaykum vatandaşlar. Jur baxayr, sihatman, orom baxayr bo'lsinlar. Vatandaşlar, bu sherkallarda gabiga kirmanglar. Mana shu javonlarga qaraysizlar. Ana shu javonlar lo'qqaginasi 500, 600, 700, 800, 900, 1000 gacha viza rasmi urib, tobini bergacha ketdi. Shirkatni gabiga kirib, shirkat avval men senga ishtov beraman, degan qilaman deb mana bu yerga kelgandan nari har qaysidan 200-300 dollar tilaydi-ki, hop, keyin men seni ishga solayin deydi. Avval pulni bergin deydi, so'ng seni ishga solaman, ishtov beraman deydi. Yo ba'zilarini allatib ana shu vizani pulini olibdi, telefonlarini javob bermaydi, tavul olmaydi. Mana bular bepul, bepaysa bo'lib, mana bu yerga bir hafta, 10 kun, 20 kun, dami bir oy ham bo'ladi. Ana shu yerga leng-losh bo'lib vizani vaqtini o'tkazib, ana shu yerga pas qaytib ketayotgani ham bor. Birontasi biron joyga bepul degan badbaxt bo'lib ishtov degan qilib yurgani ham bor. Ana shu raqam maqsad shirkatlarda har raqam shirkatni gabiga kirmangizlar. Shirkatlar ko'pi yolg'on, tom mutmain bo'lmasalaringiz, zamonat bermasa bu shirkatlarda gabiga kirmangizlar. Mana shularni ko'rasizlar. Mana shular kecha bir bajo ishav lo'qqaginasi qanday qildilar? Ochiq go'shtni ana shu yerga jotibdilar. Ana joylari muf, non yo'q, suv yo'q. Ana shu yerga jotibdilar.